Arxitektura va qurilish dunyosida fasad bu shunchaki binoning tashqi qismi emas. Bugun texnologiyalar qadrlanadi. Qurilishni tezlashtiradi, energiya samaradorligini oshiradi, arzon va mustahkam qiladi. Bu yangi sifat va yangi standart. 1980-yillarda AQShda ilg'or fasad materiallari, shishamat qoplamali mustahkam plitalari ishlatila boshlandi. Glass, Glassrock, USG bu brendlar Amerika va Yevropada etalonga aylandi. Turkiyada Bordix brendi ostidagi fasad plitalari eng ommaviy bo'ldi. Har yili 100 millionlab kvadrat metr sotiladi. Qurilish arzon va tez bo'ldi. Butun sohada inqilob yaratdi. O'rnatish oson, namga chidamli, yonmaydi va eng muhimi, universal va uzoq muddatli. Bu plitalar turar joy, tijorat va ijtimoiy binolarda ishlatiladi. O'zbekistonda ishonchli fasad yechimiga ehtiyoj ancha oldin tug'ilgan. Iqlim, shamol, yomg'ir, eski materiallar chidamaydi. Fasadlar yemiriladi, nam devorga kiradi. Keramogranit juda qimmat va og'ir. Panellar qisqa muddatli. O'z ishlab chiqarish umuman yo'q edi. Biz qaror qildik, mamlakatga yangi standart kerak. Shu tariqa Glassmat plita paydo bo'ldi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot bizga mos, bizga xos iqlim uchun, bizga kerak vazifalar uchun. Glassmat plita bu namga chidamlilik, yonmaslik va o'rnatish osonligi. Yangi qurilishlar va rekonstruksiyalar uchun mos. Bugungi kunda mamlakat bo'ylab o'nlab obyektlarda qo'llanilmoqda. Turar joylar, maktablar, savdo markazlari va ofislar. Ventilyatsiyali fasad tarkibida Glassmat asosiy rol o'ynaydi. Avvalo, asosiy devor, keyin issiqlik izolyatsiyasi, keyin metall konstruksiya. Unga Glassmat plita mahkamlanadi. Ustidan yakuniy qoplama, suvoq, bo'yoq yoki oblitsovka. Bunday yechim issiqlik, himoya va estetika. Glassmat plita O'zbekiston uchun yaratilgan. Yonmaydi, nam va zamburug'dan qo'rqmaydi, shovqindan himoya qiladi, issiqlik izolyatsiyasini yaxshilaydi. Sement plitalariga nisbatan yengil va arzon. Binoning energiya samaradorligini oshiradi. Fasadni uzoq muddat tekis saqlaydi. Hajmi 1200 ga 2400 mm, qalinligi 12,5 mm. Har qanday loyihaga mos, xususiy uydan tortib, baland qavatli binolargacha. Glassmat plita bu shunchaki fasad emas. Bu yangi O'zbekiston yuzi. Biz bilan bog'laning va biz loyihangiz uchun tizimli yechim taklif qilamiz. Glassmat plita O'zbekiston yangi qurilish standartlarini yaratadi.